Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. 500 ming so'm berib turing, sochimni oldirishga. 500 mingga soch oldirasizmi uka? Sochimni oldiraman, qolganiga viloyatga ketaman. Qo'ying uka, aldayapsiz-ku. 5 marta ko'rdim sizni. O'tgan oy ham ko'rdim, viloyatga ketishim kerak deb pul oldim, hali ketmabsiz mana. Bilaman, sochim xalaq qilyapti. Qo'ysangchi, soch nimaga xalaqit beradi? Hamdan Sobirov ham yuribdi shunaqa soch bilan. Soqqan soqqaga qilib yuribdi uka. Bilasan. Uka, menga qarang. Siz hayotdan siqilmang. Bundan ko'ra omadingizga ishoning. Men sizga hozir bitta zo'r narsani aytaman. Yuring nima bilan? Qayerga? Yuring. Qara uka. LC Jesco mahsulotlarini xarid qilsang, omadchor ishtirokchisiga aylanishing mumkin. Ular senga bitta telefon qilishdimi? Bo'ldi, sen o'sha bitta Damas yutding degani. Undan tashqari bitta Damasning o'rniga mana shu orqada turgan 46 ta Damasni yutib olishing mumkin. Agar barabanni aylantirganingda 46 ta Damas chiqmasa, keyingi ishtirokchi 56 ta Damas yutib olishi mumkin. 10 ta Damas qo'shilyapti ukajon. Qarang, 500 ming so'm pulingiz bormi? Nimaga? Sochimni oldirmasam bo'lmaydi. Vel, basharang qilsin. Men senga milliard pul haqida gapirsam, sen sochingni o'ylaysan, patak. Prosta telenovellaga chaqirdi-da. Telenovellaga sani oladimi? Tipajing yaxshi deb. Nimangni oladi?